Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qizimmisizlar aka-ukalar? Yaxshimisizlar? Mayya. Yaxshimisizlar? Rahmat. O'tinni yutamiz, Xudo xolisa 100 mingni olamiz. Men obunachilardan so'rab olay, nima qilamiz pulni? Nima qilamiz? Kimga beramiz? Variantlar bor. Qiynalgan oilalar shularga berib yuboramiz, Xudo xolisa. Agar Mercedes yutasiz, mototsiklni yutsangiz, hammani ko'zini oldida ikkala kulchi berib ketaman. Xullas, assalomu alaykum hammaga. Bilaman, bu video chiqqanda ko'pchilik insonlar o'ylashi mumkin, hayb uchun qildinglar. Men o'zi gonkani boshlanishi, bu temani ochilishi bitta sababini aytaman. Men Mercedes oldim, yaxshi niyat qilib va Doniyorga olib keldim. Doniyor, Mercedes oldim, bitta ko'ring demoqchi edim. Kelib olib, "Hoyga o'ynaysizmi? Bu yoqda, bu yoqda" degan gap so'zlar bo'ldi. Keyin men nima dedim? Bo'ldi, o'ynab qo'yamiz. Sababi Qashqadaryoda shunaqa tarbiya berilgan. Men bola bilan urushasanmi desa, yo'q desak zadniy bo'ladi. Urush tayoq yesiga ham, kalta yesiga ham urushimiz kerak. Shunaqa tarbiya olganmiz. Shuning uchun agar bilaman, to'g'risini aytaymi? Bilaman, BMW kuchli. Chunki men BMWni bir kun haydaganimda his qilganman uni tezligini. Gapirolsam bo'ladimi? Zo'r gapiryapsiz lekin, motivatsiya zo'r olibsiz lekin. Va men nima qilmoqchiman? Ana test uchun chiqib prosta bosish bilan qo'yiraman. Mayli yutqizsam ham jonim Olimpiadada qatnashayotgan sportsmenlarga o'xshayapti. Bir marta o'ynaymiz, bo'ldi. Voy, nima u? Mana shu gap uchun ham yutib qo'yaman. 100 ming dollar olamiz. O'tiring. Ochib bering. Voy. Ana ismi nima edi? Mohimmidi? Kim edi? O'tiring. Gul shart emas, ochib bering bo'ldi. Men yutaman yoki siz yutasiz, bu prosta o'yin. Hozir nima bo'ldi? Shuni ayting, yutqizdingizmi? Nimada yutqizdim? Birinchi zaisda. Birinchi zaisda yutqizdim. Bo'ldi, 5 oling. Ketdi.